Salom do'stlar, bugun biz Minecraftda imperiya quramiz. Biz birinchi bo'lib, voy, jonim ketdi. Birinchi bo'lib qishloq topishimiz kerak. Qishloq topish kerak. Qishloq topish yo'lida taxta ham yig'ib ketish kerak. Juda ko'p taxta ketadi imperiya uchun. Hop, mana daraxt. Mana nihoyat. Mana fasllardan bo'ladi. Oldik. Yana bitta. Kiyisiyan yetarkan. Qani unda ketdik. Menimcha bu yerda qishloq topish juda ham qiyin bo'lsa kerak. Biz qirdamiz. Yo'q. Bunaqada hozir o'laman. Sekin. Astalik bilan bu yerdan tushib olamiz. Sal qoldi. Ketdik. Xo'sh. Menimcha mana bu daraxtni olish kerak. Voy. Yo'q, men mana bu tarafga ketaman. Do'stlar, mana bu yerdan zo'r o'tib oldim. Endi qishloq qachon chiqadi? Juda ko'p qidirdim, lekin mana ko'ylak qancha ishladim. Ko'p taxta yig'olmadim. Nahotki bu qishloq o'zi. Nihoyat qishloq topdim men. Oho, sabzavotlarga boy ekan. Hozir yig'olamiz. Hop, katta qishloq bo'lsa yaxshi bo'lardi. Imperiya uchun. Yetishtirib olamiz. Ana, qilichimiz sindi. Hop, hozircha biz imperiya uchun mana bu yo'q. Ancha taxta ketadi. Bana juda katta ekan bu yerlar. Hozir tezlik bo'lsin. Hozircha biz voy katta joyda mana do'stlar, buni sizlar bir daqiqada ko'rasizlar. Men esa juda ko'p ish qilgan bo'laman. Mayli. Few moments later. Sizlar shuncha to'plagan taxtam hammasi yetmadi baribir. Mana shu uydan
mana bu yergacha qildim. Hop, xudo xohlasa keyingi qismlarda mana bu yerni tozalaymiz va bu yerga zina mana shu yerni qilamiz. Keyin mana bu yerlarni kattalashtiramiz va videoni tugatishdan oldin esa sizlarga bir trik beraman hozir. Few moments later. Bu bilan video juda qiziqarli chiqadi. Bu xuddi waterdrapdek 1, 2, 3 o'xshadi. Ikkinchi qismda ko'rishamiz. Xayr.